Oliy Majlis Senati a'zolari va Qonunchilik palatasi deputatlari, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, diplomatik korpus vakillari, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etyapti. Tadbirda Markaziy saylov komissiyasi raisi ishtirokchilar nomidan Shavkat Mirziyoyevni tabriklab, unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti guvohnomasini topshirdi. Prezident O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 92-moddasiga muvofiq qasamyod qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga